Qadrdonlar, assalomu alaykum. Xudo xolasa mana 2026-yil 11-fevral sanamizdagi ish jarayonlarimiz ketyapti. Xudo xolasa hali kunga reklamada ko'rsatib o'tgan ishlarimizni sotuvlari beayov boshlandi. Bu tarafda mana 10 mingtalik mashinamiz yuklanyapti. Bu tarafda esa ikkinchi 10 mingtalik mashinamiz yuklanyapti. Bu akamiz Namanganga olib ketishyapti. Bu akamiz esa Bo'zga. Xudo xolasa ishlarni, sifatlarni yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Yozda yomg'irini ham, kuzda yomg'irini ham, qorini ham yegan ishlarimiz, sho'rlari-yu hamma yo'q mana chiqib o'tib ketib bo'lganidan xudo xolasa narxlari zavodning o'zida 750 so'm deyilyapti. Yuklatib berish hamma yo'q ichida. Xudo xolasa mana shunday katta mashinalarimiz bor. Vodiy bo'ylab yetkazib beryapmiz. Yo'q, menga kichkina mashinada 5000 talikdan kerak deganlarga 5000 talik mashinalarimiz ham bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Lenin-Shuvernik qishlog'i orasida joylashgan. Mana yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Nomerlar pastda qoldiramiz. Kimga shunday ishlardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveramiz.